Alisher Navoiy mayxo'r bo'lganmi? Shoirning quyidagi baytlariga e'tibor bering. Zohid senga huru, menga jonona kerak. Jannat senga bo'lsin, menga mayxona kerak. Zohid so'zi bu yerda tarki dunyo qilgan, ya'ni bu dunyodan kechgan, bor e'tiborini ibodatga qaratgan insonga aytiladi. Sovetlar davrida bu bayt shoirni xudosizlar safida ko'rsatish uchun ishlatildi. Nodon sovet olimlari bu baytni "Ey bu dunyodan kechgan telba, senga jannat va undagi hur qizlar kerak bo'lsa olaver. Menga mayxona, ya'ni restoran va undagi nozli qizlar, ya'ni jononalar kerak" deb talqin qildilar. O'rislarda bir maqol bor. Har kim o'z buzuqlik darajasida aqldan o'zadi. Ehtimol bu aqli noqislar bu baytni rostdan ham shunaqa tushungandir. Ehtimol atayin buzib talqin qilgandirlar. Bunisi bizga qorong'u. Mazkurda shoirlar sultoni aytmoqchi bo'lganlarki, ey Zohid, seni bu dunyodan ketishingga, xususan aqli ayolingdan ketishingdan maqsad jannatdagi hur qizlar bo'lsa, meni jannatdan maqsadim yaratganni jamolini ko'rishdir, demoqchi bo'lganlar. Baytning ikkinchi qatoriga e'tibor beraylik. Jannat senga bo'lsin, menga mayxona kerak. O'sha davrlarda olimlar yig'iladigan, ma'rifat tarqaladigan davralar mayxona deb atalgan. Ya'ni bu yerda shoirlar sultoni aytmoqchilarki, sen jannat orzusida yuraver, jannat xayolida yuraver. Menga esa olimlar yig'iladigan, ma'rifat tarqaladigan davra kerak demoqchi bo'lganlar. Sovet olimlarini buyuk ajdodimiz shoirlar sultonining ajoyib baytlarini bunchalik buzib talqin qilgani uchun nima deb so'ksangiz ham qo'shilaman. Obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.